Azizlarim, 21 kunlik ajoyib chap qo'l texnikasini bermoqchiman. Bu texnikani men har gal hayotimda qo'llaganimda juda ham katta natijalarga erishib kelmoqdaman. Va meni Telegram yopiq kanalimga kirsangiz, o'zingiz guvohi bo'lishingiz mumkin. Aynan chap qo'l texnikasidan qancha mijozlarimiz, qancha kuzatuvchilarimiz natijalar olgan va ushbu natijalar bilan bo'lishgan. Siz bu amaliyotning naqadar kuchli ekanini tasavvur ham qila olmaysiz. Men buni hayotim davomida bor yo'g'i bir necha marta bajarganman, lekin har safar u hamma narsani butunlay o'zgartirib yuborgan. Agar hozir hayotingizda qiyin davr bo'lsa, o'zgarishlar ostonasida turgan bo'lsangiz yoki bir joyda qimirlamay qolgandek his qilayotgan bo'lsangiz, ushbu texnika aynan siz uchun yangi bosqichga o'tish chiptasi bo'lishi mumkin. Mantiq juda oddiy, lekin uning kuchi ham aynan shunda. 21 kun davomida har kuni 9 martadan chap qo'lingiz bilan bitta gapni, bitta orzuni takroran yozasiz. Misol uchun, bir kunlik daromadingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, xuddi men videoda ko'rsatilgandek yozasiz. Hayotimga har kuni shuncha so'm pullar yoki shuncha dollarlar, rubllar, yevrolar oson kirib kelmoqda deb yozasiz. Mana shu so'zni har kuni 9 martadan chap qo'lingizda 21 kun davomida yozasiz. Aynan chap qo'lda. Agar siz chapaqay bo'lsangiz, o'ng qo'lda yozasiz. Agar siz o'ng qo'l bo'lsangiz, chap qo'lda yozasiz. Ya'ni har doim yozuvlarni o'ng qo'lda yozadigan insonlar uchun bu texnika chap qo'lda bajariladi. Har doim matnlarni chap qo'lda yozadiganlar uchun esa bu texnika o'ng qo'lda bajariladi. Misol uchun, meni katta farzandim chap qo'lda yozadi. U bu texnikani o'ng qo'lda bajaradi. Nima uchun aynan chap qo'l? Chap qo'l miyaning o'ng yarim shari bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'langan. O'ng yarim shar esa quyidagi funksiyalarni bajaradi. Intuitsiyaga javob beradi, ijodkorlikka, tasavvur va obrazlarga, ong osti, ishonch va ichki holatga. Chap qo'l bilan yozganimizda biz miyaning odatiy mantiqiy zanjirlarini chetlab o'tamiz va ichki dasturlarni o'zgartira oladigan qismini ishga tushiramiz. Bunda siz yozayotgan ibora ichki tanqidga, shubha gumonlarga duch kelmaydi, balki to'g'ridan-to'g'ri ong ostiga yetib boradi. Bu xuddi eski kompyuter dasturlarni yangisiga mayinlik bilan, ammo kuchli tarzda qayta yozishga o'xshaydi. Nima uchun aynan 21 kun? Bu yangi neyron odatining shakllanishi uchun zarur bo'lgan eng minimal muhlatdir, muddatdir. Dastlabki 7 kun qarshilik paydo bo'ladi. Miya eskilikka yopishib oladi va yangilikni rad etishga urinadi. Keyingi 7 kun moslashish davri bo'ladi. Hissiyotlar barqarorlashadi, fikrlar tiniqlashadi. Yakuniy 7 kun esa integratsiya, ya'ni singish. Bu ibora sizning ajralmas qismingizga aylanadi. Endi har qadamingizda bu ong ostingizda jaranglay boshlaydi. Siz endi mutlaqo yangicha ichki holatdan kelib chiqib, fikrlashni va harakat qilishni boshlaysiz. Natijada hayotingiz ichkaridan tashqariga qarab o'zgaradi. Nima uchun kuniga 9 marta yozish kerak? 9 siklning, ya'ni aylanmaning yakunlanishi va yangi bosqichga o'tish ramzi hisoblanadi. Bu transformatsiya raqami. 9 marta takrorlash davomida miya berilgan ko'rsatmani qabul qilishga va uni mustahkamlashga ulguradi. Va o'sha sehrli ibora kundan kunga hayotimning har bir jabhasida va barcha sohalarida hamma narsa faqat yaxshilikka qarab o'zgarmoqda. Ya'ni siz videoda ko'rsatilgan yozuv o'rniga umumiy mana shu programma so'zni yozishingiz ham mumkin. Kundan kunga hayotimning har bir jabhasida va barcha sohalarida hamma narsa faqat yaxshilikka qarab o'zgarmoqda. Bu eng kuchli ibora so'z hisoblanadi. Bu albatta texnika, neyrofiziologiya, diqqat, takrorlash va ishonchdir. Bizning miyamiz neyroplastiklik xususiyatiga ega. U doimiy takrorlanadigan fikrlarga javoban yangi neyron aloqalarini, ya'ni zanjirlarini hosil qiladi. Yangi ishonch va tushunchalarni har kuni takrorlaganingizda miya ularni haqiqat sifatida qabul qila boshlaydi. O'zingizni sinab ko'ring. Bor yo'g'i 21 kun va hayotingiz butunlay boshqa o'zanga burilib ketishi mumkin. Endi videoda yozgan so'zlarimga e'tibor qarating. Miyani qayta dasturlash va moliyaviy bloklarni ochish nuqtai nazaridan bu jumla mukammal tuzilgan. Nima uchun bu variant juda yaxshi ishlaydi? Hozirgi zamonda, ya'ni kelmoqda so'zidan foydalanganman. Kelmoqda so'zi miyaga bu jarayon hozirning o'zida sodir bo'layotgani haqida signal beradi. Osonlik bilan kalit so'zi bu ibora pul, og'ir mehnat yoki stress bilan emas, balki hayotingizga yengillik, quvonch va qulaylik bilan kirib kelishini dasturini yoqadi. Aniq raqam, ya'ni 5 million so'm, 10 million so'm
ong osti aniq raqamlarni juda yaxshi ko'radi va ularni oson qabul qiladi. Amaliyotni yanada kuchaytirish uchun kichik bir tavsiya: matnni yozayotganingizni raqamni nuqtalar bilan emas, so'z bilan yoki aniq ajratib yozsangiz miya adashib ketmaydi. Masalan, quyidagi variantlardan birini tanlashingiz mumkin. Birinchisi, menga har kuni osonlik bilan 5 million so'm kelmoqda, ya'ni raqamlar bilan. Ikkinchisi, menga har kuni osonlik bilan 5 million so'm pullar kelmoqda, ya'ni harflar bilan. Bugundan boshlash uchun eslatma: daftaringizni oling, qulay joylashib, chuqur nafas oling va chap qo'lingiz bilan ushbu jumlani ketma-ket 9 marta yozing. Harflar qanchalik sekin va o'nqir-cho'nqir chiqsa, miyangiz yangi neyron zanjirlarini shunchalik chuqur shakllantirayotgan bo'ladi. 21 kunlik ajoyib transformatsiya yo'lingizda sizga omad tilayman. Ilk kunni boshlashga tayyormisiz? Kommentariyda boshlagan bo'lsangiz, men hayotimga osonlik bilan shuncha so'm pullarni kiritishga tayyorman deb yozing va ruxsat bering. Orzulari lim-mo'lim bo'lgan muxlislarim, sizlarni Telegram yopiq kanalimga taklif qilaman. Telegram yopiq kanalimga ulanish uchun o'zingizni Telegram platformangizga kuchukcha Semaron 369 deb yozasiz va poisk berganingizda asosiy kanalga ulaning degan kanal chiqadi. Va bu kanalning ichiga kirasiz, yuqoridagi ko'k yozuvli link ustiga bosasiz va kanalga qo'shilish so'rovi tugmasini yuborasiz. Ya'ni kanalga qo'shilish tugmasini bosasiz, sizni adminlarimiz kanalga qo'shishadi. Xo'p, yopiq Telegram klubimda sizni nimalar kutmoqda? Har kuni undan ortiq texnikalar berib boraman bu kanalimda va har oyga pul kodi va ko'plab texnikalar mavjud. Bu videoni pauza qilib o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin va 30 dan ortiq bepul dars va kurslar joylangan yopiq Telegram kanalim ham bor. Boylik 369 deb nomlangan. Bunda 30 dan ortiq juda ham kuchli texnikalar joy olgan. Sizlarni Telegram kanalimda kutib qolaman.